Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, meni murojaatim hurmatli prezidentimizga. Men Jizzax viloyati Do'stlik tumanida istiqomat qilaman. Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi bolalar bo'limida hamshira vazifasida ishlayman. Men 25-yil 21 sentyabr kuni bir bemor chaqaloqni isitmasi chiqqanligi uchun 13-sovxozga muolaja qilishga bordim. Qaytayotgan paytim meni ichki ishlar bo'limidan YPX xodimlari mashinamda kelayotganimda to'xtatib meni siz mashinadan tushib oling deb murojaat qildi. Men mashinamdan tushib YPX xodimlariga to'xtadim, tushdim. Menga spirtli ichimlik ichmaganligingiz to'g'risidagi nimalarni aytdi. Men spirtli ichimlik ichmaganligimni aytib, alkotesterga puflaysizmi dedi. İchmaganligim uchun men alkotesterga pufladim. Meni 5 sekund puflang dedi, lekin men 5 sekund puflaganimda alkotesterda chiqmadi dedi. Qo'ng'irbayev degan YPX xodimi. Ismi nima? Ismi? Qo'ng'irbayev Sherzodmi? Sherzod. Qo'ng'irbayev Sherzod. Qaysi tumanda? Jizzax viloyati Zafarobod tumanida ekan. Zafarobod tumanida turaman dedi. Xizmat faoliyati. Xizmat faoliyatimda Do'stlik tumanida sanoatchilar mahallasida xizmat faoliyatini o'tayotgan ekan. Meni to'xtatgan payti spirtli ichimlik iste'mol qilmaganligimni qilganmisiz deb to'xtatib, men tushib mashinadan spirtli ichimlik qilmaganligimni aytib 5 sekund pufladim, lekin puflaganimda sizni 5 sekund puflaganingizda chiqmayapti dedi. Keyin Qo'ng'irbayev YPX xodimi yana boshqa mashinalarni to'xtatib, boshqa mashinalar bilan suhbatda bo'ldi. Shunda to'xtang, sizga puflatdi-da, keyin boshqa mashinaga o'tib ketdi, to'g'rimi? O'zi birinchi puflatganda hech qanaqa chiqmadi. Yo'q. Yana kelib turib, boshqa mashina bilan muloqotda bo'lib kelib, yana meni boya alkotesterda puflatdi. Yana 5 sekund pufladim, yana chiqmadi. Keyin yana boshqa mashinalar bilan yana muloqotda bo'ldi. Keyin yarim soatdan keyin kelib yana puflatdi. U puflaganda menga 354 sizdan chiqayapti deb menga boya Sherzod Qo'ng'irbayev degan YPX xodimi menga shunaqa dedi. Lekin men ichmagandim, spirtli ichimlik, lekin menga 1 soat deganda spirtli ichimlik ichdingiz deb menga tushunarli. Demak, qayta sizga puflatgan. Puflatib menga. Necha marta puflatdi? 5-6 marta puflatdi meni. 1 soat ichida. 1 soat ichida 5-6 marta puflab, lekin meni ular shu narsalarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Alkotesterda puflaganda norozi bo'lsam, meni nimaga olib borish kerak ekan? Narkologiyaga olib borib, qonimdan olish kerak ekan. Men unga men ichmaganligimni qandaydir isbotlab beraman. O'zlarida uvarini bo'lsa, meni alkotesterda chiqmaganligini bildi. 1 soatdan keyin chiqarib beryapti. Meni shu Paxtakor tumanida narkologiya bor ekan. Narkologiyaga borib, lekin qonimdan olmadi. Qanday o'zlarini isbotlab beradi? Lekin alkotesterda puflagan joyimda meni rasmim ham yo'qda, puflagan joyimda u barmoq izi turibdi. Qanday isbotlab beradi meni gaylar ichganligim to'g'risida? Familiyasi nima dedingiz? Qo'ng'irbayev Sherzod. Body kamerasi bor. Body kamerasi ishladi dedi, lekin body kamerasini birinchi sudda ham taqdim qilmagan, ikkinchi sudda ham taqdim qilmayapti. Toshkentda Shoyxontohur tumani ko'rayotgan payti body kamerasi ishlamaganini advokatim bilib qolyapti. O'sha body kamerasini demak, body kamerasi sizni to'xtatishgan. Body kamerasi to'xtatyapti, lekin qonunda mumkin emas ekan body kamerasi to'xtatish. Lekin body kamerasi bo'lganda men bilan muloqotda bo'lish kerak ekan u xizmat vazifasida. Lekin u YPX xodimi body kamerasi ishlamagan ekan, lekin ikkita sudda ham yashirgan. Nega yashirgan mendan? Body kamerasi ishlamaganligini. Lekin uchinchi sudda sherigining body kamerasi, lekin sherigining body kamerasi emas, o'zlari taqdim qilgan xatda mobil kamera deyapti. Mobil kamera bu telefon.
Bizni meni bilmaydi deb o'yladi-da. Ular uchun o'sha Shoyxontohur tumani sudyasi ko'rganda ham 10 kundan keyin Shoyxontohur tuman sudyasi ham 10 kundan keyin boyagi sudga chaqirdi yana bodi kamerani taqdim qilishni. Unda ham u sudya sizlarni nimaga chaqiruvdim deyapti boya sudya. Keyin advokatim aytayapti, bizga gay xodimning nimasini bodi kamerasini taqdim qilishini so'rovdik dedi. Lekin unda ham taqdim qilmagan ekan 10 kun ichida ham. Yana to'xtatildi sud. Ertaga taqdim qiladi. Ikkinchi kuni 10 kundan keyin taqdim qilyapti, boyagi xat taqdim qilyapti. Unda bu haqiqatan Qo'ng'irboyevning bodi kamerasi ishlamagani haqida taqdim qilyapti. Lekin sherigi telefonga olgan deyapti. Uni telefonga olish, u sherigini ham bodi kamerasi ishlamagan ekan, mobil orqali olingan deb hatto oxirida shunaqa taqdim qilyapti o'zlari. Shunda sizga jarima maydoniga qo'yishdan mashinangiz so'ng? Jarima maydoniga qo'ydi. 6 kun jarima maydonida turdi. Keyin 26-sentyabr kuni o'zimizda Do'stlik tuman ma'muriy sudimiz otpuskaga chiqqanligi sababli Jizzax viloyat Arnasoy tuman ma'muriy sudi ko'rdi. Sudya familiyasi kim? Erniyazov Maqsud. Do'stlik tumaniki? Yo'q, Arnasoy tuman. Arnasoy tuman. Arnasoy tuman sudyasi ko'rdi, Maqsud. U ham u kishi birinchi sudda hech nima yo'q deb sporin deyapti-da birinchi sudda, ikkinchi sudda gay xodim chaqiramiz deydi. Ikkinchi sudda, lekin o'sha sudda Qo'ng'irboyev familiyasi yo'q. Meni to'xtatgan gay xodimning familiyasi yo'q. Men uni Jizzaxda bilib qolyapman. Apellyatsiyaga berganimda meni haqiqatan o'sha Qo'ng'irboyev to'xtatganini, hattoki o'zim tanishtirmaganim menga u gay xodim. Keyin ikkinchi sudda boyagi meni aldov yo'li bilan spirtli ichimlik ichdim deng, keyin sizni qo'yib yuboraman deyapti. Kim? Qo'ng'irboyev. Qo'ng'irboyev. Uni ham qarang, bir marta boya voqea joyida aytayapti, to'xta, o'sha joyda qo'yib yuboraman sizni, endi qanchadan beri ushlab turibman dedi. Keyin boya mashinani qo'ygan joyda stenkada aytayapti. O'sha yerda ham yana 2 marta aytgan. Demak, aytmoqchiki, siz aybingizni tan olib, mana bu imzo cheking, men sizni qo'yib yuboraman. Demoqchi, meni mashinamni bilan hozir qo'yib yuboraman, sizni men ushlab o'tirmayman deganiga, meni lekin majburlab aytkizdi ular. Ichmaganligimni juda yaxshi bilib o'tiribdi o'zlari. Bo'lmasa ichganligimni bilsa, bular Paxtakorda narkologiyaga olib bormaymi? Qarang, 1 soat davomida ushadi deyapsiz. Nima sababdan ushagan ekan? Shuni bir o'zingiz bir anglamadingizmi, Naboda? Hech anglamadim. O'zim masalan inson huquqlariga, prezident devoniga murojaat qildim undan keyin. Hamma joyga tezkorini pochtada jo'natdim. Ular lekin jo'natgan xatida sudyalarni qarori bilan tasdiqlab berib yuboryapti. Taftish o'tkazishmadi demak. Ular men o'sha Arnasoy sudi qaror chiqargan sudi bilan qaror bilan qayta aytganimda 11:02 ga telefon qildim. 11:02 ga telefon qildim respublikaga. Boya gayini ustidan xizmat tekshiruv o'tkazishini so'rayman deb. Menga 1 oydan keyin javobi kelyapti. Qaror o'z kuchida qolsin deb. Men uni boyagi xizmat tekshiruvi o'tkazganda Qo'ng'irboyevning bodi kamerasi ishlamaganini bilib beradimi deb qiluvdim. Boyagi alkatestrda puflaganda rasmim chiqarib beradimi deb aniqlik kiritib beradim deb men o'sha uchun ularga xizmat tekshiruvi tashlatdim. Qarorni men sudlardan olib bo'lganman qarorlarimni. Menga qarorning kuchi kerak emas menga ularni. Menga mana shunaqa yo'lda ular Arnasoy sudyasi ham ko'ra olmadi. Jizzaxda Orziqulov Rahmatulloh degan sudya ham menga bizni yordam bermadi. Odilona ko'rmadi sudimni. Lekin Jizzaxda sudyasi advokatimning gapini ham eshitishni xohlamadi. Nimaga eshitishni xohlamaydi? Jizzax shahar sudi. Shahar sudi. Nega eshitishni xohlamadi? O'sha joyi menga qiziqtiradi-da. Bizni darrov tugatdi. Faqat Qo'ng'irboyev o'sha payti meni to'xtatgan gayini Jizzaxda ko'rib qoldim. Arnasoyda uni familiyasi ham yo'q Qo'ng'irboyevni. Men nimalarda ham qarorlarda ham Qo'ng'irboyevni familiyasi yo'q. Siyarov kim? Men tanimayman u Siyarov. Menga tanishtirmagan-ku o'zini bu YPX xodimi. Men uni Jizzaxda ko'ryapman. Jizzaxda ham Orziqulov, lekin men u sudyadan noroziman. 3 ta sudyada ham meni odilona ko'rmadi sudlarimda.
ko'rib menga oydinlik kiritib berganda sizni eshitishdimi? eshitishni ham xohlamadi. Endi biz Toshkentda taftishda sudyasi endi boy advokatim qaytarib qilganda boyagilarda nima qilganimizda Choyxontohur tumani sudyasi birinchi sudda boya Jizzaxdan qatnashdi. YPX xodimi. Men do'stlikdan qatnashdim. Advokatim Toshkentdan qatnashdi. Onlayn bo'ldi sudimiz. O'shanda advokatim savol beryapti Qo'ng'irbayevga, YPX xodimiga. Seni body kamerang ishlaganmidi, ishlamaganmidi deyapti. YPX xodim aytayapti, meni ishlamaganini bilmayman. YPX xodim aytayapti. Body kameram ishlamaganini bilmayman dedi. O'shanda meni advokatim keyin aytdi. Sudyaga aytdi, hurmatli sudya dedi, bizga oydinlik kiritib bering. Body kamerasi ishlamagan. Mayli xat orqali jo'natsin. Bizga o'sha qiziqtiradi. Keyin advokatim boya alkotesterda puflagan rasmini ko'rsating dedi. Boyagi Toshkentdagi sudya shunday ko'tarib bunday ko'rsatdi, lekin rasmim yo'q-da u yerda. Qo'lda izi turibdi-da. Keyin advokatim aytayapti, Qo'ng'irbayev, siz buni qanday isbotlab berasiz, buni puflaganini? U yerda rasm bilan chiqish kerak. Meni rasmim men puflayotgan joyda meni rasmim chiqish kerak ekan. U yerda meni rasmim yo'q. O'shanda ham 2 marta Toshkentda sudyasi Qodirov ko'rdi, lekin Oliy sud degani undan ham noroziman. Shunchalar menga oydinlik kiritib bermadi u sudya ham. Qo'liga bo'lmasa Qo'ng'irbayevni body kamerasi ishlamaganligi haqida ham gapirdi. Qo'ng'irbayevni. Menga oydinlik kiritib bersin desam, unga ham taftishda sudyasi ham o'z kuchida qolsin qaror dedi. Sud qanaqa qaror chiqardi shunda sizga? Menga 3 yil haydovchilik mahrum qildi. 16,480,000 jarima soldi, 40 aklat. Lekin men yolg'iz onaman, 2 ta boquvchisi yo'q, farzandim bor. Bitta o'g'lim kontrakt o'qiydi Toshkentda. Meni shu el xizmatida ukol qilib, muolaja qilib, shu bolalarimni halol yo'l bilan boqaman-da. Lekin menga bunday qilib aldov yo'li bilan YPX xodimlari men 3 oydan beri charchadim-da. Shunday bolalarimni boqishga, uje kontraktlarni to'la olmayapman. Prezidentimizga shu uchun men sizlar chaqirib murojaat qilay dedim. 3 ta sudyadan ham noroziman men. Hamma sudda otamni oldim. Ota yuring, qo'rqaman men suddan deb. Ota, siz sudlarda qatnashdingizmi shunda? Ha, men qatnashdim. Mikrofon. Men taqdim mikrofon. Ertamertdan chaqirgan sud kechga tomon bizni jo'natdi qaytarib. Shu yerda maktabning oldida Necha marta sudga bordingiz? Nechta sudlarga qatnashdingiz? Arnasayda 2 sudga ham bordim. Bu yerda 3 ta sud. mana o'zimizning do'stlikdan haligi men televizor orqali bo'ldi, u yerda ham qatnashib o'tirdim. Endi nima qilamiz, endi prezidentga murojaat qilamiz, endi yordam bersin buna. Kichkintaygina haligi 2 ta yosh bolasi bor, o'qishda o'qiydi. Bitta yenani topgan nima bo'ladi deb murojaat qilmoqchimiz. Shu yoshingiz bilan sudda qatnashdingizmi? Ha, Nechiga kirdingiz, ota? 86 ga kirdim endi. Bularni shuncha tarbiyalab, o'stirib voyaga yetkazganimizda bular ishni bu o'sha ishga qarshi kurash bo'ldi. Ishmaydi ham, birovga ichkizdirmaydi ham. Sudda qiynalib qolmadingizmi? Qatnashib? Yo'q. Qiynalsam endi o'tirdim stolda uxlab. Haligi maktabning stoli bor ekan, chiqarib oldimda o'tirib bir abid qilib keldik, sho'rpa ichib. Soat bo'ldi kechqurun bir haligining natijasi yo'qda bir voy shuv tushunib bo'lmaydi. Keyin soat aytdi, bu yerda hech bilan tushunib bo'lmayapti.
yana kelesizler o dedi. Keyin yana neç günden keyin yana vardık. Varsak mana özümüzün dostluk naçallığı ise arka bette paylap oturuptu nimagadir. Kirmeydi içkariga. Ben aytdım ey sizler bir bela kıptılar dedim. Mehanatça işlettiler bir de dedim. Şundaki çakasıya bolama dedim. Nima bolmaydıken dedim. Boğan için bunu çiğ topop gafır ettim. Ağzınızda hiç böyle eşitilmeyip dedim. Kendisini bir bela kıkansız da dedim. Yok ya ben ondaki çaka kımadık dedi. Şonlarında yetibarga alıp iki farzantı var endi. İşlep yattı ancha vaqtdan beri yaxshi ishlaydi. Yomon ishlamaydi, Xudoga shukr. Elga foydasi tegib yotibdi bularning ham. Ko'p chaqaloqlar omon qoldi, sog' salomat onasining bag'rida yashab o'tyapti. Endi prezidentimiz endi bir yordam qo'lini cho'zib berama, yordam algisini nima. Ko'nglida rahmdillik ato etsin deb telefon qilaylikchi dedik-da. Murojaat. Endi hurmatli prezident bizga yordam qiling. Mana sag'ir bolalarni yig'lamasin. Bolalarini qaqshatib topgan pullari kreditga beryapti. Uning bitta qizini bu yoqda o'qityapti. O'zi ishlaydi tinimsiz. Qarang'ini demaydi, kunduz demaydi. Iltimosimiz endi shu. Bizga yordam qo'lini cho'zsin. Xudoyim shularning ko'ngliga rahmdillik ato etsin bizlar uchun. Rahmat. O'zbekistonimiz bor bo'lsin, porloq topsin, dunyoda kam bo'lmasin hech kimdan, hech bir mamlakatdan. Iltimosimiz shu prezidentdan madad kutamiz. Bu vaziyat bo'yicha biron bir tashkilotlarga murojaat qildingizmi? Men o'zimizni Jizzax viloyati prokuraturasiga murojaat qilib xat orqali olib borib berdim. Aha. Ular javob xati o'z kuchida qolsin qaror deyapti-da hammasi. Yana qatlarga murojaat qildingiz? Toshkentga, Aha. Prezident devoniga yozdim, inson huquqlariga yozdim, Oliy sudga yozdim, ichki ishlarga yozdim. 11:02 ga telefon qildim, xizmat tekshiruv tashlatishini. Tekshiruv bo'ldimi? Tekshiruv bo'lgani yo'q. Faqat hammasida qaror o'z kuchida qolsin deydi. Bu YPX xodimni ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazmaydi ekan bular. Bularni yashirgani shu bodi kamerasini ishlamaganini 3-sudda men taqdim qilganini hayron bo'ldim-da. Nega YPX xodimlari yashiradi shu o'zini qilgan ishini? Nega yashiradi? Shuncha xalqni sarson qiladimi? Meni ikkita farzandim bilan shu mashinani ham kreditga olganman. Kreditga olganman, hali kredit tugagani yo'q. MIP xodimlari hozir meni qo'ymayapti. To'lang pulni, ujiz sud qarori keldi deb. 2 oydan beri oyligimdan olib qoladi. 1,5 million oylik tushyapti. 1,5 million oylik bilan qanday boqaman farzandlarimni? O'g'lim Toshkentda kontrakt o'qiydi. 1 million kvartira puli bor uni. Qanday yetkazaman? Mana bugun o'g'limda hozir qarz havola orqali ertalab jo'natib bordim. Shu ishchi xodimlarimdan pul olib turdim. Iltimos berib turinglar, ertaga oylik tushsa berib qolaman deb. Hech 3 oydan beri shunchalar sog'lig'imni yo'qotdim. Faqat yig'lab o'tyapman men. Haqiqat yo'q hech joyda. Shunda sizni 1 soat ushlab turishgan bo'lsa, qolganlarga ham shunaqa munosabatda bo'lishdimi? Qolganlarni tez qo'yib-berdi. Nechta YPX xodimi bo'lgan u joyda? 3 ta YPX xodimi bor edi. 3 ta bor edi. Kechqurun. Soat
9'lar 15 minutlar o'tganda edi. Jizzax nachalnik gaisi ham bir xizmat tekshiruv o'tkazgandan keyin hech qaysidan natija sezmadim-da. O'zimizni nachalnik gai menga aytayapti, bu kunisiga borib tushuntirish xati yozganimda, menga telefon qilmabsiz-da deydi. Men u nachalnik gaining nomerini qayerdan bilaman menga? Oqshom men u kishining nomerini qayerdan topaman? Men ayol kishi bo'lsam, men u kishining nachalnik gaining nomerini qayerdan topaman? Menga telefon qilmabsiz-da, men aytardim bolalarga deydi. Men u kishining nomerini bilmasam, 5 yildan beri bunaqa voqeaga hech ham tushmagandim men. Tadbir bo'lyapti deydi. Tadbirda endi tadbir degani ichmagan ayolni ham ushlayver degani emas-ku, tadbir o'tkazyapmiz deydi. Siz tadbirga ilinib qoldingiz-da deydi. Prezidentimizdan nima yordam qilyapsiz, so'rayapsiz? Prezidentimiz menga yordam bersin. Mana shu ichki ishlar YPX xodimlarini adolatli ko'rishini istayman. Mendan keyingi bo'ladigan yana to'xtatgan ayollarga, erkaklarga, ichmagan erkaklarga mana shunday qilib zulm o'tkazmasin, adolatli qarasin. Prezidentimiz aytayapti-ku, yordam ber deyapti. Prezidentimiz shunchalar aytgan gapini hech qaysini birontasini bajarmaydi bular. Hech qaysini bajarmadi. Sudyalarga ham aytayapti. Odlana ko'r. Lekin ular bunday qilib ko'rmayapti. Hech qaysi. Men murojaatim prezidentimizga shularni oydinlik kiritsin. YPX xodimlariga ham, sudyalarga ham, sudyalarda ham umuman adolat yo'q. Yo'q adolat. Adolat bo'lsa mana shunday ko'rarmidi? Hamma o'sha 3-sudda ham dalillar bilan murojaat qildik. O'zlari dalillarni ham berdi, qog'ozlarni ham YPX xodimlari. Body kamerasi ishlamaganlik to'g'risidagi. Lekin o'shanda ham qaror o'z kuchida qolsin deyapti. O'sha 3 oydan beri meni kasal qildi bular. Meni 2 ta farzandim bor. O'zim mahallada yolg'iz ona bo'lib turaman. Menga yordam berishini so'rayman. Boshqa tashkilot Shuncha murojaatlarda yozma ravishda qilibsiz. Biron bir tashkilot sizni chaqirdimi o'sha murojaatingiz bo'yicha? Yo'q, hech kim chaqirgan yo'q. Faqat javob xati keldi. Faqat javob xati mana pochtadan kelgan xatlarim mana bir dunyo xat, lekin bir natijasini sezganim yo'q. Mana shuncha qog'ozim bor, lekin birontasida natija sezganim yo'q. Hammasida qaror o'z kuchida qolsin. Murojaatlaringizni hech kim atroflicha o'rganmadi. Yo'q, o'rganmadi. Bu ayol men o'zim yolg'iz bo'lganim uchuncha tushunmaganim uchun pochtadan tezkor jo'nataverdim. Qani qaysi birida natija bo'lib qoladi men tomonga. Men hech qaysini o'qimadim. Shuning uchun men ijtimoiy tarmoqlarga chiqishga majbur bo'ldim. Mening murojaatim prezidentimizga. Prezidentimiz sudyalarni ham ko'rsin, YPX xodimlarini ham ko'rsin. Nega body kamerasi ishlamagan? Body kamerasi ishlamasa ishga chiqmasin. Biz o'zimizni masalan formamiz bo'lmasa ishga chiqmaymiz biz. O'zimiz kasbim bo'lsa men oq xalatsiz ishda yura olmayman. Ularda ham body kamerasi bilan yurish kerak, ular o'zlarini isbotlovchi. Demak, sizni ichganligingiz haqida hech qanaqangi bir isbot dalil bo'lmagan. Rasmingiz bo'lmagan. Yo'q. Demak, ular o'zlari tadbirda ishni o'tkazib boryapti. Shunaqa yozib, shunchaki sizga qo'l qo'ydirdi. Qo'l qo'ydirish evaziga, qo'yib yuborish evaziga qo'l qo'ydirib oldi. Qo'yib yuboraman, ozgina konyak ichdim deb ayting deb o'zlari majburlab aytishdi uni. Men uni xayolimga ham kelgan yo'q konyak ichish. Siz shuni o'ylamadingizmi? Agar qo'l qo'ysam, ertaga shunaqa menga chora qo'llaydi deb bir o'ylab ko'rmadingizmi? Hech bunaqa narsaga 5 yildan beri ishim tushmaganda. Men bunaqa narsa ichmaganman, o'zi ichib bunaqa qilib yuradigan ayol emasman-da. Endi men bir ichib tushadigan ayollar professional erkaklar bo'lsa, tushib urganganda, ular endi men buni to'g'risida bunaqa tushunchaga ega emasman o'zim. Umuman ega emasman bunaqa narsa bo'yicha. Mana 2020-yil Covid bo'ldi. Covidda ishlab
shu mashinani kreditga chiqaruvdim. Shu o'g'lim uchun. O'g'limga ertaga katta nima bo'ladi deb o'zimni xavf ostiga qo'yib Covidga hamshira bo'lib ishga kiruvdim. Kreditga mashin chiqaruvdim. Elimizga xizmatimiz tegadi, foydamiz tegadi. Mana shu do'stlikda hamma taniydi. El xalq hamshiralik bo'yicha hech bir choyxonalarga umrimda bormayman-da choyxonalarga. Umuman choyxona degan narsani kechqurungacha umuman vaqtim bo'lmaydi unaqa choy ichishga. Uyda ham-da chaqaloqlar bilan avara bo'laman. Avara bo'laman. Otam mazam yo'q deydi. Otamga kelib ketaman. Vaqtim bo'lmasa otam boradi o'zi va yangam olib boradi. Otam mazasi bo'lmasa. Hamshira bo'lib necha yildan beri ishlaysiz? 20 yildan beri Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi bolalar bo'limida ishlayman. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida. Bolalar bo'limida bitta joyda hamshira bo'lib ishlayman 20 yildan beri. Xalqimiz biladi meni. Butun Do'stlik tanisa kerak 20 yildan beri ishlasangiz. Hurmatim juda baland. Do'stlik xalqiga juda ham baland. Arnosoy keladi, Gagarin keladi. Hamma joydan keladi bizga. Paxtako'r ham keladi. O'sha yaxshi hamshiraman. Tomirga yaxshi tushaman. Chaqaloqlarni qo'llariga. Yaxshi odam hamma izlaydi-ku xodimda. Toshkentda sinfdoshim ham advokat bo'lib ishlaydi. Toshkentda tuqqan chaqalog'ini olib keluvdi bizga sarg'ayib qolganda o'tgan yili. O'shanga yordamim tekkan bu yil shu qatnashib berdi sudlarimda. Qatnashib berdi shu bolamga ukol qilgan. Meni duo qilib qo'y bo'ldi hozirda. Men seni yordaming menga juda ham tekkan. O'g'limni shu olib qolgansan sen. Toshkentda ko'rsatilmagan yordamni sen ko'rsatding. Meni o'g'lim 15 kun tug'ilib, sap-sariq bo'lib qolib ketgan. Bizda kelib vrachlarga ko'rsatib 3 kun ukol qilib, apparatda ukol jo'natib, glukoza jo'natib, farzandini olib qolganmiz. Yaxshi bo'lib, xursand bo'lib chiqib ketganda, qachon kecha murojaat bir marta telefon qilib, shunaqa bo'lib qoldi, shunday yip xodimlar to'xtatib meni shunaqa qildi nohaqdan dedim. Bo'ldi, hozirda yordam beraman. Seni yordaming menga juda ham tekkan. Yaxshi insonlarga yordam beramiz deb menga qatnashib berdi sudlarimda. Rahmat advokatimga. Yana bir bora bir yuqori turuvchi tashkilotlarga bir murojaatingiz bo'lsa, mana og'zaki murojaat ham qiling, mana prezidentimizdan tashqari. Yuqori turuvchi oliy sudlarga murojaat qilaman. Sudyalarni shunday odilona ko'rmaganligini. Mana prezidentimiz aytayapti-ku, odilona ko'rsin deb, shu oliy sudni raislari, sudyalarni ko'rib chiqsin yana ham. Bunday xalq qiynalib qolmasin menga o'xshab. Men qiynaldim 3 oydan beri sarson bo'lib. Jizzax viloyatida ichki ishlar yo'l harakat xizmatining boshlig'iga ham murojaatim. Inspektorlarni ko'rsin. Chiqayotganda bodi kamera bilan chiqsin ular. O'zini isbotlab beruvchi. Mana bunday menga o'xshagan qiynalib qolmaydi. Necha oydan beri murojaat qilamiz biz. Men murojaat qilaman. Balkim u kishi eshitmagandir bu narsani, bilmagandir. Lekin men qiynalyapman. Xat boradi, boshqa xodimlarda xat qaytib kelayotgandir. YP xodimlarining boshlig'iga murojaat qilaman u kishiga ham. Meni ishimni yaxshilab yana ko'rib chiqsin boshqatdan. Yordam bersin menga. Men yolg'iz onaman o'zim.